Yo barcha salom bolalar, sizlar bilan men Flux bo'lib sizlar yaxshimisizlar, charchamasdan ishlayam bo'lyaptimi? Короче, bizda bugungi videoda men sizlarga top 5 shaderlar ko'rsatib beraman. Albatta video boshidan oldin siz videoga bir like bosib, kanalimga obuna bo'lib, chunki men tezroq 1 obunachiga erishmoqchiman. Qani bo'lmasam biz shaderlarni ko'rsatishni boshladik. Xo'p, короче bolalar, bu bizani birinchi shaderimizni ko'rib turganinglardek. Men barcha shaderlarning nomini va rasmini tevada qoldiraman. Albatta qanday qilib yuklab olishingizni videoni oxirida o'rgataman. Bu Neve XL degan shader ko'rib turganinglarda. Hop, bu shaderni o'zgartirdi. Endi mayli. Zombi shader, oddiy shader masalan, ikkita xo'p, mana suvlar ko'rib turibsizlar, shader просто bomba, gap yo'q. Masalan, o'zimga yoqdi. Aslida kommentariyada shaderlarga baho berib ketdilar, undan necha qo'yasizlar. Men o'zimning fikrimni videoni shu shaderni obzorni oxirida aytaman. Nimagadir uchmayapti. Xo'p, o'tlar qimillaydi, barglar qimillayapti. Soyalar ham yaxshi, unchalik ham yomon emas. Chidasa bo'ladi, bemalol o'ynasa bo'ladi. Meni telefonni biroz qochishlar bo'lyapti, lekin siz telefoningiz kuchli bo'lsa, albatta qochishlar bo'lmaydi degan umiddaman. Xo'p, mayli ko'ramiz. Suvlar normalniy, просто bomba suvlar, gapi suvlarga вообще четкий. Xo'p, okey, bamba blok qo'yildi. Oh yeah, bu blok anaqa yaltirloq bo'lmasa ham yaltirloq o'zi. Bilasizlar, ko'pchilik shaderlarda shunaqa bo'ladi. Xo'p, salqinga qo'yamiz. Qop-qora. Bu normalniy. Okey, endi bu yo'qga. Wow, oppoq, просто bomba. Bir xil shaderlarda bunday bo'lmaydi, bir xil turadi, lekin bu yerda realizm normalniy bo'lgan. Okey, bu bizani birinchi shaderimiz va bu kunduz yana qorong'ini ko'rsataman. Xo'p, mana bolalar qorong'ini ham qilib ya'ni night. Xo'p, ko'ramiz, qorong'ida просто bomba, yulduzlar вообще четкий turibdi. Bo'ldi, uzr. Xo'p, ko'ryapsizlar, вообще oyga gap yo'q, просто respect. Chunki bu shader menga juda ham yoqdi, qorong'i holatda. To'g'ri, bundan ham zo'r shaderlar bor, lekin aynan shunisi yoqdi, ajoyib. Horror videolar olgani qorong'i nima desam bo'ladi? Qorong'ichilar просто bomba bo'ladi, cho'tki qilib o'xshaydi. Menga yoqdi, lekin sizlarga bilmadim. Men bu shaderga 10 dan 8 ball beraman, menga yoqqani uchun. Endi siz o'zingiz fikringizni qoldirib keting. Nafaqat bu shaderga, ya'ni bundan boshqa keyingi shaderlarga ham o'zingiz fikringizni qoldirib keting. Ko'rib turibsizlar, aylanyapman. Hamma normalniy chanklar ochishlari normalniy. Xo'p, ko'ramiz bolalar, unda biz ikkinchi shaderimizga o'tamiz. Bu shader просто musor. Pizdец! Bolalar, bu sizlar ko'rib turgan shader просто nomi biroz g'alati ekan, o'qiy olmadim, o'shuncha o'zingizlar o'qib olaverasizlar. Xo'p, shaderni ko'rib turibsizlar, bu ko'proq shader emas, tekstura pak o'xshaydi. Ajoyib, hamma yo'g'i teksturasi o'zgarib ketgan, barglar g'alati, bir daraxtlarni mana bu anaqalari g'alati ko'ryapsizlar. Вообще просто menga yoqmadi to'g'risi. Xo'p, ko'rayotganinglar, bu ajoyib tekstura pakka o'xshar ekan, shader emas. Lekin men buni shader deb o'qigandim. Xo'p, mayli. Bu ham o'sha men aytgan ilovadan yuklab olingan. Bu yerda hamma shader o'shadan yuklab olingan. Xo'p, ko'ryapsizlar, вообще men bu qumam o'zgargan osli ko'rsataman. Uzr, mana ko'ryapsizlar, вообще g'alati bo'lib ketgan. Xo'p, men bu qum ham g'alati, mana o'tlar biroz pastga tushgan, bu lekin menga biroz yoqdi, chunki chiroyli ko'rinadi. Menga masalan yoqdi shu joyi. Xo'p, bu yerda daraxtlar ko'rganinglardek. Lekin hozir biz buni qorong'i variantini ko'ramiz. Endi qorong'ida bu qanday bo'ladi? Okey, bo'ldi bolalar, mana qorong'i qilib oldik. Qorong'ida ham pashti bir xil unaqa katta o'zgarishlar bo'lmagan. Wow, вообще bor-ku, g'alati bir tashavoramiz, kerak emas. Quyosh botishi ekan yaxshiroq ekan. Boshqa joylari uncha yoqmadi, lekin mana bu oq daraxtlarni bargi sariq o'pollarga shunisi yoqdi. Men bu shaderga 10 dan 2 beraman. Mayli. Xo'p, bu bizani keyingi shaderimiz, Mazi shaders. Bu shader endi o'zingizlar baho berasizlar. Quyosh, respect, quyosh ajoyib boshqacha qilingan, to'g'ri bo'lsa emas. Boshqa shaderlarga o'xshamaydi. Normalniy. Xo'p, ko'rib turganinglardek, yarki qo'radi, normalniy. Menga yoqdi masalan, lekin unchalik ham emas, chunki o'zi yarki bo'lgani bilan biroz atmosfera ajoyib xira ko'rinadi.
hamma yo'q emas. Mana bu nima desam bo'ladi? Mana bular yonar ekan. Daraxtning pastdagi soyalar xira ko'rinadi. Hop, okey. Yonishi prosta yaxshi bomba. Menga yoqdi yonishi. Lekin chotki shader mana bu joylarga qaranglar, xira ko'rinyapti. Mana shu qora joylari. Agar mana shular xira emas, tekis chotki ko'ringanda undan ham zo'r bo'lgan bo'lar edi. Lekin normalniy video olsa bo'ladi. Barglar qimirlamas ekan. Oddiy shundoq shader yasalangan bu nima desam bilmadim. Hozir mana bu blok nomi nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Nima edi blok nomi? Bu Iron bloki, ya'ni o'sha temir blok olamiz. Balkim bunda ana shu temir blok nima desam bo'ladi? Yosh yaltillar, buni ko'rish kerak, bu ham bitta plus bo'ladi. Yo'q, normalniy, lekin yarki qilib beradi. Xo'p, ko'rganinglardek bu shader normalniy. Unchalik ham yomon emas, lekin o'ynasa bo'ladi. Bemalol videolar olsanglar bo'ladi. Shaderda juda ham chotki yarki qilib bergan. Xo'p, endi qorong'i. Vau, mana buni qaranglar, quyosh botishi hattoki suvda ekib ketyapti. Qorong'ini gapirish, til ojiz, prosta bomba, oylar hamma yo'q, normalniy. Ko'rib turganinglardek qorong'i vobshem Google Preview uchun fon oqtarasizlar, mana shu shaderdan olinganga o'xshaydi. Nima desam bo'ladi, qorong'i fonlari, chunki men ko'p ko'rganman fonlarda, shunga o'xshagan shaderlarda olinar edi. Menga yoqdi, shu tarafidan biroz eslatdi. Xo'p, bu yoqdan tepaga chiqib olaydi. Ancha narsalar bo'ldi. Xo'p, qarchi bolalar, men bu shaderga 10 dan 5 baho beraman. Siz necha baho berasiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Xo'p, bu bizani 3-shaderimiz. Niva X Starlight. Buni bilganlar biladi. Men bu shaderni o'zim videolarimda qo'shaman, chunki bu shader menga juda ham yoqadi. Qulayliklari ham yo'qlari, chotki telefonlarga juda ham zo'r shader adashib ketganman. Mak yo'q ketdi. Xo'p, mayli. Bu shader ko'rib turganinglardek hamma chotki plus taraflar juda ham ko'p. Bu uje barglar qimillaydi. Sezilyaptimi? Barglar qimillaydi. Prosta bomba ko'rganinglardek. Ilib bola shu joyda sizlar men Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar, chunki men o'zimni nima desam bo'ladi, Telegram kanalida yangiliklar, spoiler shunga o'xshash narsalar yoki men qanday video olishimni siz ham hal qilishingiz mumkin. Silkasi kanalim menyusida o'zi bor, ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, mana yana bitta skelet. Xo'p, okey. Mana ko'rganinglardek. Hop, ko'z yonib turibdi, ko'ryapsizlar? Bu bitta plus qorong'i, bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Bitta skelet emas, boshqa любой monster moblar bo'ladi-yu, ashlarga ko'z yonadi. Lekin hozirgacha dragonni anaqasiga o'tib ko'rmaganman bu shaderda, chunki qiziqmaganman. Yo'q, bo'ldi. Bunda ham yonmas ekan, yaltillaq bo'lmas ekan. Lekin ko'rib turganinglardek, prosta bomba shader. Menga yoqadi, suvlari ayniqsa yaxshi. Menga yoqadi degan so'zni necha marta ishlatdim, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu zombilar bo'ldi, bitta momutini olamiz-da, qo'yib ko'ramiz. Okey, ko'ryapsizlarmi ko'z yonishi? Bu qorong'ida vobshem chotki bo'ladi. Xo'p, okey. Bu yerda suvlarni tagidan ko'rsak bo'ldi. Qorong'ini tushirib oldik bolalar. Qorong'ida qanday ko'rinishini ko'rishinglar kerak. Bu qorong'ida vobshem bo'ladi. O'zinglar ko'rasizlar. Hozir men eski kanalimda faqat qorong'ida vijivaniya degan video bo'lardi. Ana shuni ko'rganlar biladi qanaqa bo'lishini. Mana o'sha qaranglar. Qutub nima desam bo'ladi? Bu yulduz anaqa nur bo'ladi-yu, shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Yulduzlar uchishini qaranglar. Mana binafsharang nur qaytaradi suv. Bu qanaqa nur deyiladi? To'g'risi men esimda yo'q. Bolalar, bu bizani 4-shaderimiz. Men avvalgi shaderga bolalar 10 dan 9 ball beraman. Siz ham o'zingiz kommentariyada yozib keting. Bu shader NRRDS shader. Bu to'g'ri qildimmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Buni ham ko'p komment yozinglar-da. Xullas, bu shader menga yoqmadi, o'shaning uchun men bu shaderga vobshe baho bermayman. Bolalar, bu shaderda sizlar Daily Modus programmasidan skachat qilib olsanglar bo'ladi. Uni bemalol Play Market ilovasidan tortsanglar bo'ladi. Agar u ilovaga tushunmayotgan bo'lsanglar, shunchaki Telegram kanaliga o'tinglar va men o'zim u yerga o'rgatib qo'yaman qanday skachat qilishni. Telegram kanalim silkasi bo'lsa, kanalim menyusida bor, obuna bo'l.
Bo'llar, men ovoz berayotganda adashibman, hammalardan uzr so'rayman. Qanday qilib adashibman? Men 5 ta shaderni obzor qilman, lekin oxirida 4-shaderga kelib tugatibman. To'g'rirog'i, o'sha 5-shader bo'lgan, lekin men 4-deb o'ylayman. Buning uchun hammalardan uzr so'rayman. Ko'rganingizdek 5 ta shader bo'lgan va bular hammasi aytganimdek Telegram kanalida. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hammalarga omad.